Bo'ldi o'zi. Ashula. Kesib ketamiz. Yerlarda bizlar kichik, ammo bizlar ko'pchilik. Istagimiz yagona, bahor tinchlik. 9-sinflarni tabriklayman bitirayotganligi uchun. Ularga oq yo'l tilayman. Ishlarida rivoj tilayman. O'quvchilarni hech qachon unutmasligini tilayman. Hamma ustozlarimiz bizning vaqtimizga sog' bo'lishsin. Biz mana shu 9-sinfga davomimiz, mana shu o'quvchilarimizga, barcha o'qituvchilarimizga ming rahmat. Avvalambor hamma ustozlarga kattadan katta rahmat aytmoqchiman. Shunchalik bizning bolalarimizni shu darajaga olib kelib, o'zlarini mehnatini, eng sog'liqlarini, eng qimmatli bo'lgan sog'liqlarini ayamaganlari uchun kattadan katta rahmat. Ularga Allohdan ikki dunyo saodatini tilab qolaman. Ilohim bizning bolalarimizga shunchalik mehrini, baxtini, hech narsasini ayamagan ekan, o'z bolalarini kamolini, iqbolini ko'rish nasib etsin. Assalomu alaykum. Nima, o'qituvchilar va o'quvchilar. Men ham o'z nomimdan, ota-onani 9-v ota-onani nimasida nomidan o'zimning rahmatimni yetkazmoqchiman. Va shu Gulnozga ham shu ancha-muncha mehnati sinib, bolalarimizni yoqdan bu yoqdan yig'ib, chopiqlarga, paxtalarga olib chiqib, ularga tarbiya berganiga ham rahmat deymiz. Assalomu alaykum. Ustozlar, hammangizga shunchalik tarbiya berganingiz uchun rahmat. Shuni qatta ortda qilsa kulib bergan rahmat. Shu bollarimiz tarbiyasiga shunchalik qaragani uchun rahmat aytaman. Ayting. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Rahmat shunchalik tarbiyalab, balog'at yoshiga yetkazganingiz uchun. Bitiruvchi o'quvchilarga omad, kelgusi ishlarda muvaffaqiyat tilayman. Eng katta rahmat Karamat opamizga, bolalarimizni ruchkasidan tutib, harflarni o'rgatib, qo'shish ayrishini nima qilgan eng katta mehnati Karamat opamizga nima sindi. Rahmat sizga Karamat opa. Hurmatli ota-onalar, bugungi bayramlaringiz bilan barchangizni tabriklayman. Sizlarga baxt, saodat, mana dunyodagi hamma barcha yaxshiliklar tilayman. Xudo xolasa mana bitiruvchi sinfimga yaxshi joylarga borib, yaxshi spetsialist bo'linglar, o'zlaringiz ishlaringizga yana nima deyman? Eng yaxshi sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtli bo'linglar.
jonajon maktab qalbim sen bilan mehribon maskan xayr biz unutmaymiz sen ham unutma jonajon maktab odamga eng birinchi sog'liq bo'lsa hamma narsa bo'lar ekan. Demak, hammangiz yaxshi kasblar egasi bo'lishingizni xohlayman. Yaxshi joylarga borib o'qishlaringizni xohlayman. Xudo xolasa yaxshi joylardan o'tayotgan bo'lsa hammalaringizga rahmat. Saodatli bo'linglar. Sizlarning quvonchlaring meni quvonchim. Sizlarning chiqqan anaqalaring, yutuqlaringiz meni yutuqlarim bo'ladi. Rahmat sizlarga. Hurmatli ota-onalar, bolalar, qizlar. Mana birinchi mana sizlar orqalardan ota-onalarga rahmat aytaman. Rahmat hammalarga mana. Mana sizlar birinchi xabara bo'lib, qabulga chiqib ketyapsizlar. Xudo shukr hammalarga tasdiq bersin. Har doim qayerda bo'lsanglar ham o'zingizga juda yorug' bo'lib, yaxshi joylarga o'qishga kirib, mana hayotda o'zinglarni o'rinlarni topib ketishinglarga tilakdoshmiz. Mana yigitlarimizni nima deymiz? Yigitlar hayotda ham, oilada ham har doim erkak kishini zimmasida katta yuklar bo'ladi. Mana shu yukni erkak bo'lib har doim ko'tarishga o'zinglarni munosib ko'ringlar. Baland cho'qqilar egallanglar. Ba'zan hujum qilib, baland yuringlar. Har doim. Sizlarni ko'z oldingizda birinchi marta qo'llaringizda yeyishlar, maktabga olib kelgani ko'z oldingizda. Boshqa ko'z bilan qaraganda hammangiz chiroyli bo'lib, yosh bolalar katta yigitlar bo'lib, yosh qizchalar katta qizlar bo'lib qoldinglar. Endi mani nima sizlarga tilagim, hammanglar yaxshi joylarga o'qishga kirib, shu sinf rahbarlarini yuzini yoriq qilib, maktabni yuzini yoriq qilib, doim birinchi oldinda yurib, bu shunaqa inson bo'lishi chiqishga men tilakdoshman. Rahmat. Oilamizdan kimga rahmati bor o'qituvchilaringga? Sizga ham katta rahmat. Va hayajon bosdi. Marhamatni chaqirishdik. Mana sizdan sog' bo'lsin, bolangiz bosh bo'ling. Xohlasa yana 5 yildan 10 yilni qilib uchrashib, har doim yuringlar. Bosh bo'linglar. O'qituvchilardan kim rahmat aytgan ustozlar? Ustoz, rahmat shunchalik o'qitganingizga, omon qilganingizga. Bizni sizni yordamingiz bilan biz katta ishlarga kirdik, katta o'qishlarga kirdik. Rahmat. Rahmat.
bizni bunaqa hammadan gap eshitib, darslarimizga yordam berib, baholarimizni to'g'rilab berganingizga, shuncha jahlingizni chiqarib forma kiymaganimizga, hisob ko'rganda sizga katta rahmat. Shu sizni hech qachon esimizdan chiqarmaymiz. Shuncha jahlingizni chiqargan bo'lsangiz ham biz sizni yaxshi ko'ramiz. Sizga rahmat. Shu ancha kuydirgan bo'lsak ham endi uni to'g'rasidan o'tamiz. Albatta biz agar katta inson bo'lib ketsangiz, sizga ham xudo xolasa hurmat oz bo'lsa ham laqab beramiz. Sizlarga mana shu biz bir sinfga maktabga kelib, mana shunchalik darajaga yetib o'tirishimizda sizni Kanotopani barcha o'quvchilarimizni hissasi katta deb o'ylayman. Sizga shunchalik bizani ongimizni, o'zimizni rivojlantirganingiz uchun mana shu katta yordam berdingiz. Bizga mana endi hayotda o'z o'yinimizni topib ketishga yordam beryapsiz. Shunchalik bilimlarni berdingiz. Sizdan minnatdormiz. Sizdan rozi bo'lasiz. Rahmat. Shuncha yil bizni o'qitganingiz uchun katta rahmat beramiz. Hech qachon qo'ymaymiz. Yerlikdan shu chiqdi, ichki kursdan shu chiqdi. Ustozlarning ichidan Gunoza Bonzor chiqdi. 6 yil davomida, 5 yil davomida bizani o'qitasiz. Biz 5-sinfda o'qituvchi topolmaymiz. Masalan, 6 ta o'qituvchi almashgan. Bittasi ham bizga sinf rahbarlik qilmagan. Yana bizlar sho'xligimizda sho'x odam bo'lmagan. Meksiyada mana bizda sinf bo'lmasa kerak, bundan keyin ham bo'lmaydi, bundan oldin ham bo'lmagan. Biz alohida bo'lib qolamiz. 2009-yilga 9ni bitiruvchisini yagona sinf bo'lib qoladi. xudo xolasa Shu 5 yildan bizdan o'qitib ko'rasiz. Shuncha katta ishda sizga ming rahmat. Kelajakda Xudo xolasa 100 yilga qaratmaymiz degan umiddamiz. Katta-katta ishlarga kirib, Xudo xolasa siz yordamingiz bilan katta odam bo'lib ketishga harakat qilamiz. Muzafa, sizga katta rahmat aytaman. Mana shu bizani o'qitgan yillarimiz davomida eshitmagan gapingiz qolmaydi. O'shanga bizdan xafa bo'lmang. Biz baribir sizni yaxshi ko'ramiz. Aytib bering. Munosabat sizga dunyodagi eng yaxshi tilaklarni tilayman. Mana shu o'qigan darslaringiz, bergan ilmlaringiz uchun kattakon rahmat. Xafa qilgan bo'lsangiz bizni kechiring. Lekin sizdan ham o'tdi. Biroz